Assalomu alaykum aziz do'stlar. Zomin sanatoriyasi atrofidagi Turkiston tog' tizmalari bo'yicha olib borayotgan sayohatimizni davom ettiramiz. Shu yerda mana shu archalarga bir e'tibor qarating. Mana bu archa quriyapti. Bu archa ham barglarini tashlayapti. Balki bu bizning tabiatga bo'lgan e'tiborsizligimiz oqibatidir. Har tugul biz mana shu archalar ham tabiiy boylik sifatida qadrlashimiz, uni asrashimiz kerak deb o'ylayman. Ular toza havo olish uchun, nafas olish uchun bu yerga kelishgan. Dam olishyapti odamlar. Hordiq chiqarishyapti. Xushchaqchaq ular. Demak, hayotimiz farovon, chiroyli davom etyapti. Yana bir guvohimiz. Mana shu qurib borayotgan daraxtlar. Archazorlar. Yillik archa. Qarang. Savlat to'kib turibdi. Hali ham yashashdan umid bor. Xuddi shunday hayoti davom etmoqda. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Bitta gapirib bering qani. Fardi bozor kanaliga. Qanday dam olyapsiz? Yaxshimi? Zo'r. Qayerdan kelgansiz? Farg'onadan. Farg'onadan. Yaxshimi? Tepaga chiqsa bo'ladimi? Zo'r, toza havo, archani havolari. Rahmat. Zo'r. Rahmat. Havo. Mazza qilib ketyapmiz-da. Xushhavo tabiatda odamlar ham ana shu so'qmoq bo'ylab yuqorilamoqda. Nimadir bor yuqorida. Shunga biz ham boryapmiz. Qani ko'raylikchi sayohatimizni oxiri nima bilan tugar ekan. Qichqirayotgan odamlarni ko'ring. Qichqirayotgan odamlarni qarang. Necha ming yilliklarga teng bu tosh. Kimlarni ko'rmagan, qaysi davrlarni ko'rmagan deysiz. Ketyapmiz. Mana bu tog'larga bir nazar tashlang. Puruqor tog'lar, salobatli tog'lar. Zomin hududidagi Turkiston tog' tizmalarining bir qismi mana shu tog'lar. Assalomu alaykum. Yaxshi kelyapsizlarmi? Oxirigacha bordingizlarmi dog'gacha? Oxirimi yarmiga bordik. Ha. 2 kilometr. Dam olish qanday bo'lyapti? Ha, rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Dam olish qanday bo'lyapti? Yaxshimi? Ha, ajoyib, ha? Zo'ra. Oxirigacha bordingizlarmi oxirigacha? Albatta. Ha, yaxshi. Qayerdan kelgansizlar? Xorazm, Toshkent. Malades. Salomat bo'lingizlar. Yaxshi dam olingizlar. Odamlarni qichqirishlarini eshityapsizmi? Ular hayotdan mamnunlik qolaversa, boqiq hayotda yashab, bugun mana shunday tabiat qo'ynida o'zining charchoqlarini ovozlar orqali chiqarib